Assalomu alaykum hurmatli obakandoshlar, amansizlarmi? Sizlar bilan Qizilqiya TV kanali bugun buyursa boshladik 21-yanvar. No'xatda Orol mol bozorida buyursa sonun sifat buqalar, Urg'ach torpoqlar buyursa sonun uzoqda bir 100 arashan qo'chqorlar kelgan, qo'zi qo'chqorlar. Shularda tartib chiqarib beramiz. Biz bilan cho'g'ib bo'lingizlar. Bittadan like'larni bosib qo'llab turasizlar. Pullar qanchadan ekan bu sifatlarda ekan? 110 dan. Kami bormi? Qanchadan surat berib qo'ydingiz? Shivitni 100 so'radi. Bervedingiz 100 mingga. Mana shivit 100 ga berilmay qo'yibdir, barakasini bersin. Targ'il qancha bo'ldi akam? 110 ga berilmaydi. 110 ga. Barakasini bersin. 110 ming so'mga berilmaydi. Duk boqma buqalar terilgan jeridan. Aka qanchada o'tasiz? 115, 110, 120 dan. Pulni qanchadan taqsirim? 120 ming so'mdan. Kami bor variantida mana shivitda. Boqmalar, sifatlar zo'rlardan 120 dan. Hozir sotilgan, sotilib turganlarni ham ko'rgazib beramiz. Puli qancha ekan aka? 115 deyapsiz aka. Kami bor-da. 115 kami bor variantida. Bozor qancha suradi aka? 110 ming so'radi. Berilmadi. Maşallah mana. Dalchi ketdik. Mana. Mana sifat qancha olib ketdi o'g'am? Puli. Aytering. 130 dan kami. 130 dan kami bor dedi. Mana targ'ilchi. Buzoq 130. Qancha suradi shuni? 25. Berilmadi. 125 biroq jonbosh joyida ekan-da. Biroq zo'r ekan jonbosh. Jonbosh 125. Qanchadan da o'tasiz o'g'a? 240 ming dedi. Yuğa 120 dan kami bor. Barakasini bersin. Buna semizler dağı var. Semizler nima bo'lib o'tadi? Semizler qanchadan bo'lib ketdi bu semiz buqalar aka? Sotilgan. Qanchadan da o'tasizlar? 160 ming so'mdan. Qanchaga? 75? 175 ming so'mga buna sotildi. 175 ga ketdi buna. Qora qancha qora? Ketdi? 130 ming yo'q. 130 kami bormi? Bor. Kami bor. 130. Buna qancha bo'ldi aka? 145 kami bor deb o'tadi-da. Qanchaga sotildi? Qanchaga ketdi? 35. 35 ga ketdi. Mana da savdo bo'layotgan yerida. Voy katta. Molisi kichkina bu. Ana o'zini bir qanaqa kichkina. Molini. Ashini o'zini 160 bermayapman. Men aytgani qiling-chi. 3-4 buqa bir savdo bo'layotadi. Hozir qaysilarini bilib beramiz. Menga qara, men aytganim qiling. Qancha bo'ldi mana shu buqa aka? 140 ming. 140 ming so'mga. 140 ga mana shu sotilib tur, barakasini bersin. Allah. Hatta eshitib turing. Men eshitib turing. Pulni miqdor bergandan ko'ra elektron boshlik bera oling joniki bir-birimizga sog'chilik. Yaxshi xolos barakallah. Yaxshi endi ziyon qilmasang. Qanchadan bo'ldi? Yaxshi 500. Yo nima bu peshadan bu? Siz Qaysi? Mana uchoq. 435. 435 salkam 150 mingdan 145 mingdan savdo bo'lib o'tadi ekan mana 3 tasi. Mana shu biri, mana ikkinchisi, mana qora uchinchisi. 435 ming so'm. Yo'ldan emas, bir 10 kunda beraman. 10 kunda beraman. 10 kunda. Yo'q, payshanba kunga beraman. Yana payshanba. Bir cumaga mana 3 tasi 435 ming so'm. Bermasini payshanba kuni bermasini. Bering aka, barakasini bersin. Hozirdaги bilasiz qaysilar ketdi. Onalar sotildi. Mana 135 ga ketdi.
Benim 30'ya 42 yarım. Qaysi biri sotildi o? Buna targılı 142,5 ga. Ha targıl. 142.500 bo'ldi. 142,500 so'm. Buna qarasi qancha bo'ldi qara? 199.000 bo'ldi. 1000 so'm ekan, 200.000 so'm. 199.000 so'mga sotilib turgan qora. Ko'ringizlarchi. 199.000 so'mga baraka berildi. Maşallah. Yemi sizlerge dağı bir sonun canlılık. Ona araşan qo'zi qo'chqorlari ko'rtasizlar. Hozir aniqda bir massiv qo'zi qo'chqorlar kelgan. O'shalarni ko'rgazib beramiz. Ko'rib turasizlar. Assalomu alaykum ergashavam. Qanchadan bo'lib ketdi? Mana 26.000 bo'ldi. 26.000 so'm. Mana semizligini qarangizlar. Narxlarchi? Bular 45 yarım. Eko 45.500 so'm buna. Narxi 26, buna 45.5 ga ikkitasi. Mana 120, 94.000 oldu. Eko Ha, Juğ'a 94.000 so'm. Mana. mana 85.000 oldu mana uşağı. 3'tasi 85 bo'lib tur mana shu. Barakasini bersin. Buna qo'zi qo'chqorlar nima deb atadi ham ergashova? Bularda 100 qancha 120 qancha var 3,5 milyon berdi. 120 qancha shtuk deydi mana qarangizlar. Arashan qo'zi qo'chqorlar kelibdir. Maşallah, maşallah. Bir qoro. Enderi dağı bir ekan. Qiziqqanlarga hozir men o'zim ko'zim bilan ko'rganim 40.000, 41.000 dan içinden olib ketib o'tadi qo'chqorlikqa. Hozir nomerlerini de qoldirib beramiz buyursa. Pullari qanchadan ekan pullari? Pullari qanchadan deb o'tasiz? Tandaşı 50'den. Tandaşı 50'den qo'yib beramiz deydi. Nomerni bering, nomerni. 0509 09 33 07. Adres qayerda? No'xatda. Kelib ko'rib tanlab olib ketsangizlar bo'ladi. Qo'chqorlikqa jarayt. Bari qo'zi. Qo'zi. Oldi 8 oylik qo'zi qo'chqorlar. Yeni daha bir ekan bir qo'rov buyursa. Oldi 8 oylik qo'zi qo'chqorlar deyman. Kelesizlar, ko'rib tanlab nasib qilsa olib ketaverasizlar. Bari o'zg'amna. Nasip olsun akalar, görünüzlerçi bir qoro qo'zilardan keldi buyursa. Maşallah mana. Barakasını versin. Arashan. Bularning liniyalari qanday ekan, parodalari? Parodalari qanday ekan? Arashan, ha? 80 linya bilan karabil linya. 80'din parodası menen karabil liniyası o. 80 liniya karabil liniyanın qo'zilaridan ha. Maşallah. Bishkekdan keldi. Bishkek Qoravoltadan keldi buyursa buna. Barakasını versin taqsir, bozorinizni versin. Mana. Kelib, ko'rib, mana tanda mana olishib o'tadi. Kelaverasizlar. Uzoqda qiyla ko'p, tandalib qoldi degingizlar. Uzoqda 130 day bor. Olaverasizlar. Uyga dağı borib, kerak bo'lsa, olsangizlar bo'ladi ekan. Bemalolchilik deydi mana. Nasib bo'lsa. Mana mayda erkak torpoqlar ko'ringizlarchi. Ova pullari qanchadan ekan? 70-65 ming so'mdan kami bor variantida. Mana qarangizlar. Ko'ringizlarchi. Qaysi biri sotildi? Qanchaga ketdi? 70. 71 ga buna baraka berildi. Qora. 71 ming so'mga baraka berildi buna. Qora. Ko'ringizlarchi. Aberdinamiz deydi. 100 yo'q variantida. Rossiyadan kelgan torpaqlardan puli qancha ekan aka? 95 ming so'mdan. Gerefordlardan mana. To'qolidagi bor, 100 ustidagi bor. 95 mingdan qancha shtuk bor bo'lmoqda aka? 9 ta. Nomerni bering. Qiziqqanlarga sotamiz. Nomerni. Qaysi kanal? Qizilqiyatuv deb ko'raverasiz. Mayda torpoq biroq pul bo'lib o'tadi akalar. Kelib ko'rib nasib qilsa olaverasizlar. Buni olani qanchada o'tasi o? 55. Erkaga 55. Batarakasi bo'lsa bo'ldi. Pulda bu yog'i. Ketaveradi. Puli qanchadan ekan bunalar? 75. Aha. 65-75. Barakasini bersin. Ketdi mana. Bunalarchi g'unajin ekan bular. 50 ming so'mdan urg'achilari 45 ming. Barakasini bersin.
Mayda to'paqlar bor, mana shunday savdo bo'lib o'tadi. Kuchli. Mayda narsa pul bo'lib o'tadi, realni aytganda. Mana. Qanchaga ketdi bunaqasi akam? 42 ga. Urg'acha 42 ga ketdi. Mana da barakasini bersin. Qancha bo'ldi bunaqasi? 50. Bo'ldi, 50 mingga baraka berildi mana. Barakasini bersin. 50 mingdan 50 bo'ldi. Qaysidir sotildi? Qanchaga? Mana ikkovi sotilib turibdi. Mana jelka soq meni mana. Spotlar, g'unajinlar boqma. Hozir bilasiz qanchaga ketganini. Qancha bo'ldi g'unajin taqsi? 75 ming so'mga ketdi mana barakasi. Bu yoqda o'sha semiz g'unajinlar, to'yboblari so'ya turgan variantlaridan. Qancha olib ketdi mana shu? Assalomu alaykum. Qancha bo'ldi aka? Aytib qo'ying. 82 ming so'm barakasini bersin mana. 82 ga mana narx chekadagi sari yuzli sari nuqta ketdi 82 ga. 98 ga mana ketdi. 1-2 ni tug'ana, 1 tug'ana 98 so'yishqavi? Ketdi barakasini. Bo'z emas aka? Bo'z emas, qirdi. Orqalar tishlab qolibdi-da, azmas. Bo'z chiqishi mumkin akam. Alla bir urib ko'raylik-chi. Urunbayt. Biroq yaxshi, 98 ming so'm qolibdi. Barakasini bersin aka. Bozoringizni. Buna sippat g'unajinlar qilamiz. Semirsa shunday zo'r ko'rinadi. Buna sarilar qancha bo'ldi aka? Albatta, qancha bo'ldi buni? 90 ga berib aytadi. Maşallah, barakasini bersin. 90 mingga berilib aytadiki, buna semiz. Shuncha bozor qiziqadi. Qiziqqanlar bo'lsa kelaverasizlar. Ova qanchadan deb otasiz? 85 dan rossiyskiy g'unajinda. 85 ming so'mdan barakasini bersin. Shuncha bozor qiziqadi. Kelib, ko'rib, nasib bo'lsa olaverasizlar. Videomizda qator kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr. Qo'ldan kelishincha kunning sovuqida sizlarga qo'l to'ngib tortib berib o'tamiz. Rozi bo'lasizlar akalar.